Kitob inson uchun muallim va muvaffaqiyat sari ochilgan eshik. 21-27 aprel kunlari yurtimiz bo'ylab O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida o'tkazilayotgan Respublika kitobxonlik haftaligi ana shu eshiklarni ochishga xizmat qilmoqda. Hududlarda tashkil etilgan ana shunday ma'naviy ma'rifiy tadbirlardan muxbirimiz lavha tayyorlagan. Kitob nafaqat voqealarni hikoya qiladi, balki qalblarni uyg'otadi, tafakkurni charxlaydi. Mazkur ma'rifiy kitobxonlik tadbiri Xo'jaobod axborot kutubxona markazida viloyat axborot va ommaviy kommunikatsiyalar boshqarmasi mas'ullari Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi Andijon viloyati axborot kutubxona markazi hamda yozuvchi va ijodkorlar ishtirokida tashkil etildi. Tadbir ishtirokchilari kitob ortidagi ruhiyat, so'zning sehrli kuchi va tafakkurning qiymati haqida yoshlarga chuqur va samimiy so'z yuritishi bilan ahamiyatli bo'ldi. Xo'jaobod haqiqati gazetasining muharrirlari, yosh qalamkash shoirlarni mana shu kutubxonaga taklif qildik. Ular o'zlari mana shu maktab o'quvchilariga, kitobsevar kitobxonlarga yangi kitoblarini taqdimotini o'tkazyapti. Kitob o'qigan insonning dunyoqarashi, saviyasi juda go'zal bo'ladi. Shu munosabat bilan biz kutubxona xodimlari 7 yoshdan 70 yoshga doir bo'lgan insonlarni kitobga bo'lgan muhabbatini shakllantirish, yana ham oshirish maqsadida mana shu tadbirlar tashkil etilgan. Bu yerda kitoblar juda ham ko'p, 24850 ta kitobimiz bor. Barcha o'zbek yozuvchilari, chet el yozuvchilari, jadid adabiyotidan yosh qalamkashlarda kitoblari bor. Bularni sanab adog'iga yeta olmaymiz. Talaba bo'lish niyatida yurgan bolalar uchun ham turli qo'llanmalar mavjud. Kutubxona markazi yoshlar orasida kitobxonlik targ'ibotini kuchaytirayotgan ma'naviy markazlardan biridir. Bu yerda nafaqat jahon va o'zbek adabiyoti durdonalari, balki zamonaviy psixologiya, tarix, texnologiya va shaxsiy rivojlantirish bo'yicha yuzlab kitoblarni topish mumkin. Markazda yoshlarning qo'lida kitob, ko'zida qiziqishni ko'rdik. Bu esa ma'rifiy tadbirlarning samarasi, kitobga bo'lgan mehrning ildiz otayotganidan dalolat berdi. Bir olimni gapini eshitgan edim. Inson hech bo'lmasa 20 daqiqa kitob o'qish kerak deb. Lekin men vaqtim bo'lsa-la kitob o'qiyman. Kitob meni eng yaqin do'stim. 5 ta farzandim bor. Men o'zim kitobni sevib, ularni tarbiyalaganim sababi yaxshi hikoya yo she'r yo ertani yarmigacha aytib berardimda, keyin o'zinglar o'qib olinglar derdim. Ular intilib o'qishgan. 7-8 yoshligimda tog'am bo'lardi. Tog'am Ming bir kecha degan kitobni o'qib bizga aytib bergan edi. Shundan menga kitobda ishtiyoq bo'lgan. Erkir Vohidovni Hozirgi yoshlar degan she'rini shunaqa yaxshi ko'rib o'qigandim. Hozirgi yoshlarga ham bu necha yil oldin, 20 yil, balkim 30 yil oldin yozilgandir, lekin hozirgi yoshlarga ham shunday foydasi bor-da. Endi juda ko'p yoshlarimiz hozir internetga qiziqib ketgan. To'g'ri, internetda ham yaxshi jihatlari bor, lekin tabiiy qo'lingizda ushlab turib o'qigan kitob u boshqa. Ota-onalar namuna bo'lish kerak. Ota-onalar o'zi kitob bilish kerak. Kaykovusni farzandimga tarbiya degan kitobni o'qiganman, shunda aytgan: "Ey farzand degan, sen farzandingni tarbiya qilish uchun avvalo tarbiyali ayolga uylan" degan. Onalarimiz, ayollarimiz tarbiyali bo'lsa, jamiyat, avlodlarimiz, vatan tarbiyali bo'ladi. Meni tushuncham shunaqa. Ma'lumotlarni qidirishda ko'pincha gadjetlardan foydalanamiz. Bu esa ovozli va vizual orqali axborotlar beradi. Kitob mutolaasida esa aksincha, asar qahramonlari gavdalanadi. Inson tafakkurini charxlabgina qolmay, so'z boyligi va nutqini rivojlantiradi. Tadbir tashkilotchilarining keyingi manzili Buloqboshi tumanidagi 11-umumiy o'rta ta'lim maktabida bo'ldi. Bu maskanda ilmga chanqoq o'quvchilar bilan tashkil etilgan madaniy va ma'rifiy uchrashuvda bir haqiqat ayon bo'ldi. Kitob sevgi, kuch va ilhom manbai bo'lib ulg'aymoqda. Aynan shu maktab o'quvchisining Respublika kitobxonlik tanlovida g'oliblikni qo'lga kiritgani uning kitob bilan qurilgan ichki olami nafaqat ustozlari, balki tengdoshlari qalbiga ham yo'l topayotganidan darak berdi. Birinchi bo'lib kitobxonlikka ko'ngil qo'ygan sinfim bu 5-sinf bo'ldi. 5-sinfda Antoine de Saint-Exupéry'ning Kichkina shahzoda asarini, falsafiy asarini o'qish bilan boshlagan edim. Va ana shu yosh avlodga esa shunday maslahat bera olamanki, ayniqsa ana shu kitob o'zimizni beminnat do'stimiz bo'lishi va har bir o'qiyotgan sahifasi biz uchun yangi imkoniyatlar yaratishi uchun maqsadlarni qo'yishimiz va maqsadlarimizga kitoblar bilan birgalikda erishish kerakligi va o'qigan inson har doim xalqni qo'lida yurishi va xalqni og'zida yurishini ham aytib o'ta olaman, chunki kitoblar bizga beminnat do'st. Ma'rifat izlash bu har bir yoshning ichki yuksalishi, dunyoni kengroq ko'rishi va o'zini topish yo'lidir. Kitob mutolaasi bu ko'z bilan o'qish emas, qalb bilan ko'rish, yurak bilan tinglash mushohadasidir.